Assalomu alaykum barchaga. Avvalambor ko'rib turganlar bo'yicha xursandman. Navbatdagi reportajni olib boramiz. Hammaga sog'lik, omonlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Bugungi powerimiz Akbar. Akka power. Qanday masala? Sog'lik yaxshimi? Qanday bo'lib to'ta ishlar? Sog'lik zo'rmi? Bugun necha kilo osh pishirdik? Bugün 100 kilo akajonim. 100 kilo. Qozonga bo'lib pishirdik. Malades gap yo'q. Ya'ni alanga guruchidan. Shundoqmi? Alanga lazım aralash. Kechga nima bo'ladi nasibni savdo qilasa? Kechga birinchi ovqatimiz lapsha, ikkinchisi qozon. Qozon ko'p gap bo'lish, ishlaga omad, sog'lik, salomatlik tilaymiz uka. Hamisha el nazarda bo'lavering. Mana hali do'mpidek Ravshan power shu yerda, gap yo'q yordamda, ukamiz shu yerda. Farruxjon ham shu yerda. Farruh gap bo'lishi mumkin emas. Sog'lik, salomatlik. Yo'q. Marhamat. Bo'ladi. Gap yo'q, aha. Qarang, mana oshlarni sayrab turishini qarang. Вообще gap yo'q. Klass oshlarimiz. Hammani taklif qilamiz.